kuniga atiga 20 daqiqa shug'ullanib, xotirani qanday qilib 10 barobarga kuchaytirish mumkinligini 3 ta asosiy sirni o'rgataman. Xo'p, demak, bugun nimalarni ko'rib chiqamiz, nimalarni o'rganamiz. Birinchi o'rinda super kuchli xotiraning asosiy sirlari haqida gaplashamiz. O'zi super degan so'zni men ko'pincha qo'shaman. Mana asosiy loyiham nomi ham super miya. Nimaga super nomini qo'shaman? Sababi oddiy natijalar shaxsan meni qoniqtirmaydi. Oddiy natijalar qoniqtirmaydi. Odatda ekstremal yuqori natijalar, o'ta kuchli diqqat, o'ta kuchli xotira, o'qigan narsasini eslab qolish va hokazo. Ya'ni ko'pchilik qiyin deb o'ylaydigan narsalarni bajarish imkoniyati bor. Bugun shuni men sizlarga ko'rsatib, tushuntirib, xudo xolisa dars oxirida foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi masala diqqatni rivojlantirish muhimligi haqida gaplashamiz. Diqqat nima, qanday rivojlanadi, nimani hisobiga rivojlantirish kerak diqqatni, nima uchun diqqat aynan xotiraga tegishli joyda eng muhim narsaligini men sizlarga aytib beraman va xohlagan narsangizni eslab qolishni 3 ta asosiy sirni aytib beraman. 3 ta ketma-ketda sirni aytib beraman. Har bittasini alohida ochib tushuntirib beraman, caselarda ko'rsatib beraman, ya'ni misollarda ko'rsatib beraman va bu narsani keyinchalik ishlatsangiz bo'ladi bemalol. Agarda ushbu darsni to'liq ko'rmoqchi bo'lsangiz, shunchaki pastdagi tugmani bosing va darsni to'liq ko'ring.